canım toy havladım sen tanbırla canım toy havladım sen her havlada rahmat sana rahmat atamıza rahmat ikinize rahmat kelin kiyovlar bahri bulinglar bahri samonda oylar mübarek Meşrep yaz kim haydi güzelim senden de vasiyem sarıyalı kildim oylar mübarek ey yavru canım oy hana busiyem toylar mübarek
yarashdi to'ylaringiz muborak savdo yuzurki düştü başımdan sen bir katerler Türkiye'li ki Hudaya toylar mübarek Bugün bahrikim kursan bulaylar kelin kiyavlar bahri bulay bahri bulay kelin kiyavlar Şadiyanayu toylarınız mübarek Yaraştı boylarınız mübarek Toylarınız mübarek Mahmad Bitik Yusupov va Gavhar xonim yigit qizlar raqs guruh rahmat katagan to'ylari bor esa xush kelsa san'atkorlar to'ylar muborak yori jonim to'yxona bo'lsin har xonadonim agar jannat yerda bo'lsa ustidadir O'zbekiston agar jannat ko'kda bo'lsa ostidadir O'zbekiston bismillohdan boshladim avvalo so'zni Parvardigor asrasin har joyda bizni xo'sh nechun sevaman O'zbekistonni sababini aytgil desalar menga shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga siz bobomdan qolgan yurtimsiz siz esa momomdan qolgan beshigimsiz 72 tomirimda oqqan qonimsiz siz mening aziz xalqimsiz assalomu alaykum ha azizlar assalomda hikmat ko'pdir u kalomlar boshi u duo u niyat udir odob guldoshi salomlashdik diydorlashdik xush ko'rdik sog'u salomat avloddan avlodga o'tgan ezgi bu odat assalom qo'shnijon assalom birodar assalom kasbdosh sizga bo'lsin sog'lik salomatlik ila yo'ldosh assalomu alaykum salom yaratgan Alloh ismidan bo'ladi salom assalomdan barchaning ko'ngli to'ladi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz otaxonlar assalomu alaykum duogo'y munis onajonlar va yana assalomu alaykum mana shu chiroyli aziz to'yxonamizga tashrif buyurgan har soha vakillari mana ko'rib turganimizdek tinch va mustaqil O'zbekistonimizda Allohning nazari tushgan xonadon sohibalari volidai muhtarama padar buzruklar bo'lmuş Alloh bergan akamiz hamda Muyassarxon opalarimizni xonadonlarida bugun to'y shodiyona ayyom guvohi bo'lyapmiz. Bugungi mana shu chiroyli fayzli davramizda to'yimizni shodiyona ayyomni fayzli oqshomni asosiy sababchisi bo'lmish davramizning go'zal malikayu donishmandi kelin va kuyov Muhiddin hamda Nozima xonlarni nigoh kechasiga atalgan mana shunday yaxshi niyat bilan yozilgan dasturxonimizga yaxshi niyat bilan qilgan ekanmiz. Fursatdan foydalanib barcha mehmoni mezbonlarni ushbu to'ylari bilan sozanda-yu san'atkorlar nomidan chin qalbdan muborakbod qilamiz. Va shu o'rna kelin bilan kuyovga kelajakda uzoq umr, baxt, saodat va asaldek shirin hayot tilaymiz. Qolaversa, xonadon sohibalari, volidai muhtarama, padar buzruklarni, qarindosh urug'lar, doijiyanlar, xolajonlar,
hamma joylaru hamma joylarni ushbu to'ylar bilan sozandayu san'atkorlar nomidan chin qalbdan muborakbod qilamiz. Mana shu chiroyli fayzli davramizga, to'yxonamizga, shodiyona ayyomga tashrif buyurgan har bir aziz mehmonning xonadoni mana shunday to'ylardan, yaxshi kunlardan, shodiyona ayyomlardan hech qachon arimasin va har bir aziz mehmonning xonadoni mana shunday to'yxona, murodxona, chillabxona bo'lib bersin. Kelinglar hurmatli mehmonlar, bugungi mana shu chiroyli fayzli davramizni, to'yimizni, shodiyona ayyomni ochib berishni hozir davramizga mana shu mahalla fuqarolar raisi bo'lmish davramizga Shavkatjon akamiz taklif etamiz va davramizni ochib berishni so'z navbati Shavkatjon aka sizga. Marhamat. Rahmat Yahyabek. Assalomu alaykum hurmatli elatdoshlar, hurmatli uzoq yaqindan tashrif buyurgan qadrli mehmonlar. Mana bugun elatimizning ajoyib bir o'z obro'siga ega bo'lgan xonadonlarida, ya'ni Alloh bergan bilan Muyassar singlimizning xonadonida bo'layotgan sevimli o'g'illari Muhiddin bilan Nozima qizimizning to'ylariga, nikoh to'yi kechasiga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga san'at. Bugungi qutlug' kun bilan mana shu chiroyli to'y bilan eng avvalo Sulton Poshsha onamiz bilan Bekajon onaxonimizni chin qalbimdan tabriklayman. Ko'zlaringiz aydin, kelgan kelin qutlug' qadam bilan kelgan bo'lsin, xizmatlari buyursin. Mana Sulton Poshsha ona Bekajon momo ko'p vaqtdan orzu qilib yurgan orzularingiz ushaldi. Ilohiy farzandlaringizning, aqtiqlaringizning, cho'liqlaringizning baxtına sog' omon bo'lgaysizlar. Hamisha qo'llaringiz duoda bo'lib, eldimizda, yurtimizda bir aziz onaxon bo'lib o'tirgaysizlar. Bizlar sizlarni hurmat qilamiz, e'zozlaymiz. Hamma elimizning to'yinda, elatimizning to'yinda sizlarni oldirib duolaringizni olamiz. Sog' omon bo'lgaysizlar, farzandlaringizning baxtına umrlaringiz uzoq bo'lib, hamisha to'yda bosh bo'lib o'tiravergaysizlar. Qolaversa bugungi qutlug' kun bilan mana shu o'g'lining, kelinining to'yidan faxrlanayotgan, quvonayotgan ukamiz Allah verganini chin qalbimdan tabriklayman. Singlimiz Muyassarlarni tabriklayman. Mana shunday bir chiroyli xizmatlarni qilib yuribsizlar. Bugun sizlarning oilangizda orziqib kutgan kuningiz ekan. Sizlarga ham uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Bugungi to'ylaringiz muborak bo'lsin, ko'zlaringiz aydin. Mana shunday halol mehnat bilan topganlaringiz faqat yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga buyuraversin. Dilafuruz qizimizni ham bugungi bo'layotgan ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qolaversa, mana shu davrada to'yboshi bo'lib turgan aziz insonlarimiz, Baxtiyor akam Rahimov boshchiligida, bütün og'illarni, Anagul yengam boshchiligida Halima, Salima, Feruza, Ro'zgullarning barchasini, Ro'zboyev Kamil akam boshlig'i hurmatli akamiz, bütün Ulug'bek do'stimiz G'ulomjon, quvondiqlarni, Zeverjon opamizni alohida tabriklaymiz. Barchangizning ko'zingiz aydin, boshlayotgan to'ylaringiz muborak bo'lsin. Hammangizni tani joningiz sog' bo'lib, hamisha xonadonlaringizda mana shunday yaxshi kunlar ko'p bo'laveramiz. Qisqa qilib aytganda o'rtoqlar, bu sulola juda katta sulola. Tabriklaymiz desak, to'yimiz ta oxirina ham tabriklab ado qilamiz. Qisqa qilib aytganda, bütün hojilarni shu xonadonga yaqin bo'lgan, aziz bo'lgan barcha hurmatli insonlarni bugungi bo'layotgan to'y tantana bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hammasiga sog'lik, omonlik tilagan holda xonadonlarına tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Endi eng yaxshi tilaklarimiz hurmatli bugun to'yimizning sababchi bo'lgan Muhiddin bilan Nozima qizimizga. Avvalo sizlarni bugungi bo'layotgan to'yingiz bilan, unutilmas kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga mustahkam sog'lik, omonlik tilayman. Baxtli, saodatli bo'lgaysizlar. Qo'shganingiz bilan qo'sha qarg'aysizlar. Ko'ngillaringizda neki yaxshi orzu, umidlar qilgan bo'lsangizlar to'yga dey. Barchasiga Allohning o'zi bekam ko'z yetkizsin. Bir-biringizga o'xshagan chiroyli farzandlaringiz bo'lsin. Mana shu farzandlar tug'ilganda yana Alloh bergan Muyassar og'ini do'g'anlar boshchiligida mana shunday yana yig'nalishib peshik to'ylarini inshaalloh o'tirgaymiz. Mana shu Nozima qizimiz Allah vergan Muyassar sultanana sizlerin xonadoningizda bir qutlug' qadam bilan kelgan bo'lsin. O'zi bilan fayz barakat olib kelgan bo'lsin, sog'lik, omonlik, baxt, omad olib kelgan bo'lsin. Hali nima deyman? Muhiddin, Nozima bir-biriga mehrli, sadoqatli bir ajoyib vafoli yor bo'lgaysizlar. Sizlardan hamma shundan namuna oladi, sizlardan o'rganadilar xudo qalasa. Bir umrga sizlarni kelajagingiz buyuk porloq bo'lsin. Sizlarni baxt, saodat, omad sira tark aylamagay. Baxtli bo'lgaysizlar. Endi
Davramizda qatnashayotgan hurmatli uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, sizlarga ham shu sog'lik, omonlik tilagan holda, sizlarning ham xonadoningizda mana shunday chiroyli, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Sog' omon bo'linglar. To'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Mana bugun to'yimizda boshlovchi Yahyabek ukamiz o'zi tashrif buyurganlar. Xudo xolasa Yahyabekning o'zi bu yoqni chiroyli qilib boshlaydilar, olib boradilar. Qolaversa bizning Xorazm, nafaqat Xorazm, O'zbekistonimizda bir taniqli bo'lgan Xorazm yulduzi Umidjon Yusupov tashrif buyurganlar. Xudo xolasa bu yigitga sog'lik, omonlik tilaymiz. Hamisha boshingiz to'ydan chiqmasin. Elimizda, yurtimizda, O'zbekistonimizda aziz bo'lg'aysiz. Ijodingizga muvaffaqiyatlar tilayman. Bundan keyin ham ijod qilib hukumatimizning, yurtimizning barcha neki unvonlari bo'lsa hammasiga sazovor bo'lg'aysiz. Sog'lik, omonlik tilayman. Chiroyli qilib o'zlaringiz bu yoqda to'yni olib boraverasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, sizni ham yaxshi niyatlaringiz Alloh dargohida ijobat bersin. Ushbu bo'layotgan to'ylari bilan sizni ham chin qalbdan muborakbod qilamiz. To'y qilay deb mablag'lari o'zbegim o'g'loni, to'y qiladi dabdabali, kelsa bir kun davroni. To'yga kelar doyi, jiyanchayu ammalar, to'yda o'ynab kulib yuring, hammalar. Har kunimiz bo'lsin to'y, bo'lsin shodiyona, xonadonimiz bo'lsin doim to'yxona. Hurmatli mehmonlar, bugun mana shunday baxtli onlarimizni bir umrga soqolalli qilib tasvir olib o'tgan studiya Nizomjon mediasi bugun sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Nizomjon mediasining ishlariga tilaymiz omad. Sizlar bilan kamina Yahyo Muhammad deya davramizda go'zal kelin va kuyov tomon birgalikda borar ekanmiz. Yor aytib kelaylik, kimning to'yi yor. Oq gul bilan qizil gul, qizning to'yi yor. Yor aytsang beri kel, aytshaylik yor. Kelin bilan kuyovga baxt tilaylik yor. Qiz deganda qizil gul ochiladi yor. So'z deganda shakar so'z sochiladi yor. Bir shiroyli barno qizga umr bersin yor. Pul satagan ko'taraga nasib qilsin yor. Kelin poshsha, bugun bir tush ko'ribman, ajoyib tush yor. Boshlata jiqasi, qo'llarda xush yor. Boshidagi jiqasi davlat bo'lsin yor. Aqolida yuqshasi farzand bo'lsin yor. Kelin poshsha qarang, ko'tara ko'ylagi oppoq ekan yor. Shu xonadondek bolingiz porloq bo'lsin yor. Azlarim, marhamat, ko'taramiz, kelin poshshani yuzlarini ochib qo'yishlari mumkin. Azizlarim, qaraymiz, diqqat qilamiz kelin bilan kuyovga. Hurmatli mehmonlar, kelin va kuyov baxtli bo'lishsin, qo'sha qarishsin, farzandlari ko'p bo'lsin deganlar, bir chiroyli qarsaklar bo'lsin endi. Yo, menimcha sizlar qarsak sekin chalyapsizlar yoki bu meni quloqimga sekin eshitilyaptimi? Qani hurmatli mehmonlar, agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, kelin va kuyov baxtli bo'lsin deganlar, faqat qattiqrog'idan bir chiroyli qarsaklar bo'lsin endi. Abu boshiga rahmat katagan to'y davramiz yana davom qiladi. Bugun baxt kechasi, visol kechasi, ko'ngillar ushashgan diydor kechasi, sevishgan qalblarning xumor kechasi. Qutlug' bo'lsin baxtlar, yangi nigohlar, qutlug' bo'lsin to'ylar, kelin kuyovlar, kelin bilan kuyovga bo'yatganimizdek kelajakda uzoq umr, baxt, saodat va asaldek shirin hayot tilaymiz. Hurmat, ehtiromlar uchun katagan rahmat. O'tilishlaringiz mumkin. To'ylar muborak bo'lsin yana amri bor. Mana shu chiroyli fayzli to'y xonamizga shodiyona ayyomga tashrif buyurgan har bir aziz mehmonning xonadoni mudom mana shunday to'ylardan, yaxshi kunlardan, shodiyona ayyomlardan hech qachon arimasin va har bir aziz mehmonning xonadoni mana shunday to'yxona, murodxona, chillaxona bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, hozir esa navbatni san'atkorlarimizga berishimizdan oldin davramizga ajoyib raqqosalarimiz, albatta mezbon mehmonlar, muxlis va muxlisalar talablariga binoan to'yxonamizga tashrif buyurgan hurmatli mehmonlar, diqqat qilamiz. Badiiy sahnamizda davramiz maydoniga Gavhar xonim yigit qizlari raqs guruhini davramizga taklif etamiz. Marhamat.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your Gadagan to'ylari bor esa xush kelibsizlar. Hurmatli mehmonlar kelinglar. Endi navbatni san'atkorlarimizga berar ekanmiz. Bugun sizlarning xizmatingizda iste'dodli xushovoz xonanda, qaynoq qalb egasi, xohlaylik xohlash qo'shiqlarini o'z maromida ijro eta oladigan san'atkori, elni suygani va el suygani xonanda Umidbek Yusupov boshchilik bir guruh san'atkorlari bugun sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Hurmatli mehmonlar, diqqat qilamiz, kutib olamiz. Badiiy sahnamizda Umidbek Yusupov va bir-biridan kuchli bo'lgan sozandalar. Marhamat. Rahmat Yahya Bey. İnşallah bir ağamızı isteklerine ulaşıp şikayet edebiliriz. Merhaba.
Eğer aşıklığım aysam küp canı cihan örter. Eğer aşıklığım aysam küp canı cihan örter. Bu esri beyan etsem ta ki ulağım olurlar.